Falsafa yotaversanmi? Qara quyosh chiqib ketganini. Tezroq tur, ishingni qil. Xo'p, oyi. Tezlash. Harakatingni boshlaysanmi yo hali ham yotaverasanmi? Xo'p, oyi. Yo o'tgan safargiga o'xshab yana kalta yeysanmi? Yo, turdim, ketdim. Do'stlar, agar hozir hamma ishlarni qilib bo'lsa, albatta cho'milgani ruxsat so'raymiz. Davay. Birinchi bo'lib yer chopamiz. Ketdi. Ana yerda ham chiroyli qilib chopib qo'ydik. Endi tovuq qaraymiz, ketdik. Tu. Mana bularga maza qilib don beramiz. Mah. Ol. Qaramaymiz. Ol. Davay, hammalaring to'ydinglar bu. Men ketdim. Mollarga qaraymiz. Do'stlar, endi mollarga qaraymiz. Mollar suzolmaysizlarmi mani? Mah. Ol. Abidga hashigini berib qo'ydi. Ketdi, endi oyimdan cho'milishga ruxsat so'raymiz. Jamol tog'a, nima gap? Kalajilik illatmay jinib qolasiz. Oyi. Ho, falsafa. Cho'milgani ruxsat berasizmi? Bo'pti, tezroq cho'milib kel. Keyin esa uxlaymiz. Abed bo'ldi. Xo'p, oyi, rahmat. Ketdim. Eshigimiz qayerda? Xursandligimdan. Eshigimiz qayerdaligini ketdik cho'milgani. Voh, mazza. Ichida nima qilyapman? Yaq, og'zimga balchiq kelib ketdi-yu. Mazza. Mazza qilib suzyapman. Hali sizlar qancha cho'milishimni ko'rmay turinglar, shuning uchun men ozgina pauza qildim. Do'stlar, ishonasizlarmi? Cho'milaverib lablarim ko'karib ketdi. Oyi, ovqatlanamizmi? Ha, albatta, falsafa. Mana senga. Rahmat. Bunisi esa menga. Endi yotib uxlaymiz. Xo'p. Do'stlar, buni 3-qismi chiqishini istasangiz like bosib, obuna bo'lib
bu videoga atigi 10 ta like yig'ib bering va men albatta keyingi qismini chiqaraman. Hammaga yoqqan bo'lsa, xayr, aytmoqchi. 85 ta obunachi bo'ldik. Buni qachon 100 ta qilamiz? 3-qismda ko'rishguncha.